Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Bugun biz Ayuta M9 modelining eng to'liq komplektatsiyasida o'tiribmiz va ushbu mashinani salon qismi haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xullas, ushbu avtomobilimiz e'tibor berganingizdek to'liq Napa ko'za bilan ishlangan. Objektlarga tegadigan bo'lsak, yog'och texnologiya undan foydalangan va bu mashinaga yanayam chiroyliroq ko'rinish beradi. Xo'p, ushbu mashinamizni tarkibga qismidan boshlasak, bu avtomobilimiz avval ham aytib o'tganimdek to'liq monitor bilan jihozlangan, ya'ni ko'rib turganingizdek ishchi panel alohida, markaziy monitor hamda yo'lovchi uchun ham alohida monitor bilan ta'minlangan. Xo'p, shuningdek bu avtomobilimizda eng so'nggi texnologiyalardan foydalangan holatda head-up display, ya'ni proyeksiya ham jihozlangan. Ushbu proyeksiyada biz nafaqat o'sha map, ya'ni xaritani, tezlikni, odam, mashinani undan tashqari biz orqa tomonga harakatlanayotganimizda ham ushbu orqa tomonimizga bemalol ko'rsatib berish xususiyatiga ega. Xo'p, Face ID tizimimiz ham bunda juda ham aqlli tizim qo'yilgan, ya'ni siz har safar kelib tizimni yoki rul hamda bakoylarni haqiqiy to'g'irlash shart emas, o'zi eslab qolib sizni o'sha sizga mos va xos bo'lgan holatga olib kelib qo'yishi funksiyasi bilan ta'minlangan. Xo'p, demak, eslatib o'taman, ushbu avtomobilimiz Huawei kompaniyasiga tegishli bo'lib, bunda to'liq akustika hamda elektronika sistemalar Huawei kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va bu ishlash tezligini juda ham samarali qilib beradi. Misol uchun monitorlarga ahamiyat beramiz, ishlashi juda ham tez va qulay. Xo'p, multirulga ahamiyat beradigan bo'lsak, rulimizda demak unaqa ko'p funktsional xavfli knopkalar bilan foydalanmagan, joystik hamda ikkita knopka bilan foydalangan va bu haydovchi uchun yana ham qulay hisoblanadi. Nimaga? Chunki agar bu yerda 5-6 knopkalar tugmalar qo'yilganda edi, biz shahri chalkashish mumkin yoki adashish mumkin. Bu yerda esa 3 knopka, bu ham qulaylik hisoblanadi. Xo'p, ushbu avtomobilimizni sport peredachasi, ya'ni sportga olishi klassik ham amerikanskiy stilda gitaraga qo'yilgan. Baranadani bu yerda bemalol boshqatsangiz bo'ladi. Bu ham anchagina haydovchi uchun qulaylik kasb etadi. Xo'p, tom qismiga ahamiyat beramiz. Demak, to'liq qora tkani material bilan ishlangan. Bu ham mashinaga o'zgacha bir ko'rinish beradi. Kozlovklarimiz ochgan paytimizda bu yerda esa освещение bilan ta'minlangan, yorug'lik bilan ta'minlangan. Xo'p, bemalol kunning qorong'i qismida siz o'tadigan markaziy chiroqlarni yoqmasdan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, безопасность shtatdan ushbu avtomobilimiz ko'rib turganingizdek umumiy 9ta безопасность podushka bilan jihozlangan, ya'ni har qanday avariya situatsiyalarda insonga hech qanaqa zarar yetkazmaydi. Xo'p, bu o'rtadagi голосовой управление uchun xizmat qiladi, ya'ni ovozni bir xil tomon uchun ta'minlab beradi, mikrofon vazifasini bajaradi. Markaziy kontrolga ahamiyat beradigan bo'lsak, bu yerda ham ortiqcha hech qanaqa knopka yoki aytaylik qanaqadir detallardan foydalanmagan. Oddiygina o'rtada kristal, juda ham bejirim ishlangan. Ushbu kristal orqali siz xohlagan rejimlarga o'tkazib yoki mashinani past balandlikdan kinema podveskasini ham o'chirib boshqarsangiz bo'ladi. Avariya tugmamiz bu yerda joylashgan. Bu yerda esa reflektorlar juda ham bir noziklik bilan ishlangan. Aytib beramiz, bu yerda esa telefon uchun 5 quvvatlash portlari ham mavjud. Buni bossak, bu yerda podstakanik qo'yish mumkin. Bu yerda ham Type-C, undan tashqari bu podstakanikda kofe yoki choy ichmoqchi ham sovutib ham qizdirib berish xususiyatiga ega. Xo'p, eslatib o'tamiz, bu avtomobilimiz 3 qatorlik, ya'ni 6 o'rindiqli hisoblanadi. Birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator kapitanskiy siznina deyiladi va bitta siznasi VIP, ya'ni VIP o'rindiq hisoblanadi. Va o'rindiqlarimizga ham ahamiyat beramiz. To'liq o'sha Napa ko'zga ishlangan, juda ham yumshoq, o'tirganingizda hech qanaqa noqulaylik tug'dirmaydi. Va ushbu o'rindiqlarimizda sovutish, isitish hamda massaj funksiyalari mavjud. Eslatib o'taman, isitish rejimlari uchala qatorda mavjud. Sovutish hamda massaj birinchi va ikkinchi qatorga bemalol ishlasak bo'ladi. Va ushbu avtomobilimizni yorug'lik, ya'ni освещение qismi 256 rangga bemalol o'zgartirib, o'zingiz xohlagan ranglarga qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda esa demak ochib qo'yadiganimiz bu salon освещениеlarimiz, demak sensorli ishlaydi hammasi. Xo'p, bundan tashqari sof rejimga qo'yilgan. Ya'ni bu sof nima? Mashinamizni agar qanaqadir
holatga keladigan bo'lsak yoki shofer o'zini yo'qotib qo'ygan bo'lsa, ketgan bo'lsa, shunaqa holatlarda port tugmasi avtomat ishlashda davom etadi va avtomatik ravishda skoriy hamda o'sha tez yordam bo'limlariga bemalol nima qiladi, javob beradi svязь. Xo'p, bar ostimizda demak bu yerda ham prikrutel hamda Type-C bilan jihozlangan. Bu yerga ham qo'shimcha bemalol telefon yoki qanaqadir gadjetlarni zaryadlab tekshish imkoniyatiga ega. Xo'p, birozdan keyin ikkinchi qatoriga o'tib, bu haqda to'liq batafsil ma'lumot olishamiz.